Biz hozir sizlar bilan amfoter elektrotlar, ya'ni qiyin eruvchi tuzlar hosil bo'lishiga oid bo'lgan tajribalarni bajaramiz. Buning uchun bizga probirka, o'lchov probirkalari, pipetkalar, rux sulfat, kaliy sulfat, ammoniy sulfat va natriy sulfat eritmalari hamda bariy xlorid eritmasi kerak bo'ladi. Dastlab 4 ta probirkaga 2-3 ml dan birinchisiga natriy sulfat, ikkinchi probirkamizga esa rux sulfat eritmasidan uchinchi probirkamizga ammoniy sulfat eritmasidan 2-3 ml dan solamiz. To'rtinchisiga esa kaliy sulfat solamiz. Endi har qaysi probirkaga xuddi shunday hajmda bariy xlorid eritmasidan solib chiqamiz va bariy sulfat cho'kmasining hosil bo'lishini kuzatamiz. İkinci probirkamizga ham bariy xlorid eritmasidan 2 ml solib olamiz. Uchinchi probirkamizga ham 2 ml solamiz. Hamda oxirgi probirkamizga ham solib olamiz. Ko'rib turganingizdek 4 tala probirkamizda ham bariy sulfatning cho'kmasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda 4-probirkamizda rangsiz cho'kmasi hosil bo'ldi. Ko'rib turganingizdek 4 tala probirkamizda ham bariy sulfatning oq cho'kmasi tushganini kuzatishimiz mumkin. Endi buni reaksiyaning molekulyar va uning umumiy ionli tenglamalarini yozib olamiz.
hozir sizlar bilan amfoter elektroidlar, ya'ni qiyin erituvchi tuzlar hosil bo'lishiga oid bo'lgan tajribamizning navbatdagi bosqichini bajaramiz. Buning uchun bizga yangi probirkalar, o'lchov probirkalari, pipetkalar va temir uch xlorid natriy gidroksid eritmalari kerak bo'ladi. Bitta probirka olib, unga temir uch xlorid yoki temir uch sulfat eritmasidan 2-3 ml quyib olamiz. Biz hozir temir uch xlorid eritmasidan foydalanamiz. 3 ml o'lchov probirkasi yordamida o'lchab olamiz. Ustiga ozroq natriy gidroksid eritmasidan qo'shamiz. Natijani kuzatamiz. Ya'ni bu hosil bo'lgandan keyin reaksiya tenglamasining molekulyar holatdagi ionli tenglama bilan ifodalangan reaksiyalarni yozib olamiz.